Assalomu alaykum. Xayrli kech barchaga, bizni kuzatuvchilarga, obunachilarimga deydimi. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz bugun Xudo xolasa ish tugatdik. Xudoga shukr. Ozmi ko'p ishladik. Ozroq navigator qiynadi bugun. Maskani ichida yaxshi ishlamadi navigatorlar bugun, bilmadim. O'zi yaxshi ishlamaydi-yu, bugun qiyinroq bo'ldi. Xudoga shukr, bari ishladik. Kechroq chiqdik o'zimiz sababi. Ishlar bilan 11larda chiqdim, Xudo xolasa bugun 11larda chiqib ish boshladik. 11da chiqib soat 11gacha inshaalloh bugun ham 11.000 ishlab bizda Xudo xolasa 11.000dan 1.5 rubl 2.000 rubl rasxodga chiqib ketadi benzinga. Xudoga shukr, Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh barakasini bersin qilgan ishlarimizga. Duo qilasizlar, azizlar, aziz yurtdoshlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman, Xudo uchun. Do'stlarim bor, ko'rib turgan. Murolimjon do'stim bor, har kuni meni kuzatadi. Boshdan Xudo xolasa sizni ham inshaalloh o'rgataman. Yaxshi mashinalar olib binasiz Xudo xolasa boshdan. Tinch bo'ling boshdan, sog' bo'ling. Xudo xolasa biz ham mana uyga yaqinlashib qoldik. Xudo xolasa 6 minutda uyga kirib boramiz inshaalloh. Ertaga to'yimiz bor, ertalab taklif qilinganmiz 6ga. Boshlaymiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.